Assalomu alaykum barchaga. Bek Akademiyaning navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bugun biz HTML asoslari boshlaymiz. HTML bu har bir veb-saytning skeleti, ya'ni istalgan sayt ichida kiradigan bo'lsak, uning orqa tarafida aynan HTML turadi. Biz HTMLni kod sifatida o'rganish uchun bizga kerak bo'ladigan dasturlar bu birinchisi Visual Studio Code, ya'ni Code Compiler. Biz shu Code Compiler yordamida dasturlash tillarini o'rgansak bo'ladi. Mana o'zi operatsion sistemam Ubuntu bo'lganligi sababli Linux uchun ustanovka qilaman. Windowsdagilar Windows uchun ham ustanovka qilsa bo'ladi. Keyingi birinchi ustanovka bo'lgandan so'ng qiladigan ishimiz Ubuntu sistemasi. Men birinchi folder yarataveraman, ya'ni katta fayl. Bu faylni HTML deb qo'yaman. Shu qatorda Ubuntu sistemasini ham o'rganib ketamiz. Men terminalni ochdim. Terminalni Ctrl Alt plus T bilan ochiladi. Keyin qiladigan ishimiz, meni folderim desktop oynasida turganligi sababli mana shu yerga kelishim kerak terminal orqali. Terminalda birinchi men cd desktop deb yozaman. Cd ya'ni change direction bo'ladi. O'sha turgan directionni boshqa directionga o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Desktop deb yozaman. Mana biz desktop oynasiga kirdik. Ya'ni direction o'zgardi, ya'ni yo'nalish o'zgardi. Bu yerda men ko'raman qanaqa fayllar borligini. ls bu list of the files, ya'ni qanaqa fayllar borligini ko'rsatib beradi. Mana o'zi bu yerda folder html degan folder yaratdim. Men ana shu html degan folderning ichiga kirishim kerak. Kirishim uchun yana cd html deb yozaman va html directioniga kirdim. Endi buni Visual Studio Code ga ochishim kerak. Ubuntuda code nuqta deb yozsak, Visual Studio Code ga shu folderni kiritib ochadi. Ya'ni mana HTML folderimizni mana ochdi mana bu yerda. Bu Visual Studio Code Compileri barcha dasturlash tillari mana shu yerda ishlatilib, proyektlar, applicationlar va boshqa qurilmalar ishlab chiqarsa bo'ladi. Bizda endi qiladigan ishimiz HTML faylni qanday yaratamiz? HTML faylni, ya'ni mana bu yerda sichqonchani o'ng tomonini bosamiz va new faylda biz faylning nomini belgilashimiz kerak. Index, misol uchun index.html. Nimaga bunday? Chunki biz yaratayotgan faylimiz HTML fayli bo'lganligi uchun HTML deb nomlaymiz. HTML enter bosiladi. Mana bu yerda muhit yaratildi. Bu yerda o'tgan sondagi dasturlarda ko'rganingizdek oddiy HTML kodni yozamiz. Ya'ni birinchi qiladigan ishimiz bu yerda doctype yozamiz. Doctype ya'ni bizning hujjatimizni HTML5 ekanini bildiradi. Doctype HTML HTML tagi bu hamma HTML kodlar shu tag ichida bo'lishi kerak. Keyingi ochiladigan tagimiz bo'lsa, bu head. Head qismida sahifa haqida ma'lumotlar saqlanadi. Misol uchun title, metadata va boshqa yashirin ma'lumotlar mana shu yerda saqlanadi. Bu yerni title deb yozamiz. Title ya'ni bu sahifaning bosh qismida bo'ladi. Qanaqa saytligini bildiruvchi tag. Misol uchun biz mening birinchi sahifam deb yozamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu yerda title yozildi. Endi bu yerdan keyingi qiladigan ishimiz headdan chiqib olamiz va body degan tagni ochamiz. Body degan tag bu yerda asosiy ko'rinadigan qismi
deb hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana bu yerda body degan tag ochildi va bu yerda biz misol uchun salom deb yozamiz. Salom yozganimizdan so'ng endi bu faylni biz run qilib ko'rishimiz kerak, ya'ni ishlatib ko'rishimiz kerak. Qanday ishlatamiz degan savol. Mana bu yerda sichqonchani o'ng tomonini bosib Open with live server, ya'ni live server orqali ochishimiz ham mumkin va oddiy qilib tushuntirsam, ya'ni boshqa usulda mana bu yerda so'ncha o'ng tomonni bosamiz va open containing folder, ya'ni folderning ichidagi faylni ochishga yordam beradi. Mana bu yerda folderning ichiga faylimiz bor. Bu faylni endi ochishimiz kerak. Shu 2 marta bosamiz, so'nchani chap tugmasi orqali va mana bu yerda konfiguratsiya qildim. Keyingi mana bizda ochildi. Mana bu yerda mening birinchi sahifam, ya'ni title mana bu yerda turibdi. Keyin bodyning ichida yozilgan, ya'ni bodyning ichida yozilgan salom so'zi mana bu yerda. Mana bu yerda salom turibdi. Keyingi qiladigan ishlarimiz heading taglar haqida gaplashamiz endi. Heading taglar nima? Bu sarlavhalar yaratishda yordam beradigan taglar. Bizda 6 xil heading tag bor. 6 xil, ya'ni HTMLda sarlavhalar 6 xil bo'ladi o'zi. Eng kattasi H1, ya'ni H1, eng kattasi H1 bo'ladi. Misol uchun salom deb yozsak va eng kichigi H6. Ko'pincha H1 asosiy sarlavha, H2 bo'lim sarlavhalari uchun ishlatiladi. Bizga shu uchun ishlatiladi. Endi biz har bittasi qanday ko'rinishga kelishini ko'ramiz. H2da salom, H3da bunda ham salom qilamiz. Bu yerda kopirovka qilib ham ishni oson qilish mumkin. Bu yerda bunday qilsak, bu yerda 4, bu yerda 4, bu yerda 5, bu yerda 6, bu yerda 6, bu yerda 5. Xo'sh, mana bu yerni taxlab oldik. Endi buning natijasi qanday bo'lganini ko'rish uchun biz veb-saytimizga tashrif buyuramiz, lekin bu yer o'zgarmadi. Nega? Chunki biz refresh bermadik, ya'ni saytni qayta yuklamadik. Reload qilmadik. Qayta refresh berish uchun mana shu yerni bosamiz bitta va ana bu yerda H6 gacha yozgan kodlarimizning natijasi kelib chiqdi. Bu ya'ni H1, H2, H3, H4, H5, H6. Qanday ko'rinishini ko'rib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu paragraflar haqida gaplashamiz. Paragraflar bu tek asosan matn yozish uchun ishlatiladi. Har bir paragraf yangi qatorda boshlanadi. Shunchaki paragraf matn bo'lagi. Ya'ni biz matn yozmoqchi bo'lsak, shu paragraf ichida yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun paragraf tagini yozishimiz uchun p va enterni bosamiz, bizga paragraf tagini ochib berdi. Bu yerda misol uchun salom dunyo, birinchi dasturim. Endi buni natijasini ko'ramiz. Saytga qaytamiz va refresh beramiz. Mana bu yerda salom dunyo, bu mening birinchi dasturim. Ya'ni tagimiz ishlayapti va biz aytib o'tgandek, bu matn yozish uchun ishlatiladi va p tagi yangi qatordan boshlaydi. Misol uchun biz ketidan p deb enter bossak va biror narsa yozsak, qanday natijasini ko'ramiz. Natijada shunday bo'lishi kerak, keyingi qatordan matn yozilishi kerak. Mana ko'rib turibsizki, mana bu yerda keyingi qatordan matn yozilyapti. P ning maqsadi ham shu. Agar ikkita p taglari bir qatorda yozilsa, avtomatik ikkinchi qatordan matnni olib tashlaydi. Keyingi tagimiz. Hozircha p tagi haqida qisqacha gaplashdik. P tagining xususiyatlari
Misol uchun P haqida yana bir matn tahlasak, misol uchun P ochamiz, ya'ni paragraf, ya'ni misol uchun bir chiroyli matn tahlamoqchi bo'lsak, bu B degan tagimiz bor. B degan tag. Buning maqsadi nima? Bu ya'ni matnni qalin qilib beradi. Ya'ni bold qilib beradi. Qalinroq matn qilib beradi. Misol uchun qalin deb yozamiz. Chunki bilintirib turishi uchun qalin deb yozamiz. Va matn. Bu qalin matn. Hozir natijasini oxirida ko'ramiz. Yana P tagi ochamiz. Misol uchun bu I degan tagidan ishlatamiz. I tagi bu qiya qilib beradi. Ya'ni yozilgan tekstni qiya qilib beradi. Ya'ni qiya deb yozsak, qiya matn. Keyingi P tag va bu strong. Ya'ni strongning vazifasi qalin, lekin ayni paytda muhim matn sifatida belgilanadi. Ya'ni bu sizga kerakli bo'ladigan matnni ajratib turish uchun kerak bo'ladigan tag deb olsa ham bo'ladi. Ya'ni muhim matn deb qo'yamiz. Muhim matn. Keyingi qiladigan ishimiz bu yerda keyingi qiladigan ishimiz M degan tag haqida gapiramiz. Bu M degan tag qiya va urg'u berilgan matnni bildiradi. Ya'ni shu so'zga urg'u sifatida yozish ham mumkin. Tagimiz M, ya'ni bu yerda urg'u berildi deb yozamiz. Urg'u berilgan matn. Endi bu ishlaganimizni natijasini ko'ramiz. Refresh beramiz saytga va mana bu yerda ko'rib turibsizki, B tagimiz bu yerda mana qalin qildi. Qiya qilgan tagimiz esa I, ya'ni I tagi. Ya'ni muhim bu strong tagi. Ya'ni urg'u berilgan matn bo'lsa, bu M tagi hisoblanadi. Va keyingi tagimizga o'tsak, keyingi tagimiz bu E tagi. Ya'ni E tagi. E tagi bu ya'ni havola qo'yish uchun E tagini ishlatamiz biz. Qanday havola qo'yishimiz mumkin? Bu yerda mana ko'rib turibsizki, ref degan komandamiz bor. Bu yerda bu qayerga o'tishini belgilaydi. Ya'ni kursorni bosgan paytda qaysi pejga o'tishini belgilaydi. Mana bu yerda misol uchun youtube.com deb qo'yamiz. .com YouTube. Ya'ni bu so'zimiz ustiga kelib bosganda mana shu yo'nalishga bizni yuboradi. Biz bu yerda xato yozgan bo'lishimiz mumkin, o'z ko'ramiz. Bossak, ya'ni YouTube sahifasiga olib o'tadi. Hozir misol uchun biron YouTube sahifasini olamiz. Hozir keyingi ishimiz mana bu yerda bitirib Ctrl S qilib oldik, Ctrl qilib oldik va Ctrl V qilamiz. Ya'ni vyставить qilamiz. Copy qilingan ma'lumotni, copy qilingan ma'lumotni mana shu yerga joylaymiz. Mana yerda linkni joyladik va natijasini ko'ramiz. Natijasi mana ana. Kursorni olib kelganimizda mana pastda ko'rib turibsizki, www.youtube.com turibdi. Mana shu yo'nalishga yuboradi degan ma'noda. Bosamiz ustiga. Mana bizga YouTube sahifasiga olib o'tdi. Endi tagi qanday ishlashini ham tushunib oldingiz. tagining yana bir komandasi bor. tagining ichida ishlatiladi. Ya'ni target degan. Ya'ni biz blank desak,
harakatning ham turlari bor. Blank desak, bu linkni yangi oynada ochadi. Juda ko'p ishlatiladigan tag hisoblanadi. Ya'ni, misol uchun biz oldin tag blankni ishlatmasdan bir test qilib ko'ramiz. Mana bu yerda ochamiz. Bu ochilayotgan bitta tabda ochilyapti. O'sha link bitta tabda ochilyapti. Yangi ana bunday tab qo'shilmayapti. Mana bu yerda endi orqaga qaytamiz va mana bu yerda blankni qo'yamiz qaytib. Blankni qo'ydik va bitta refresh beramiz saytga va endi e'tibor beramiz. Mana bu yerda bitta bosganda yangi page ochilyapti. Bitta page'ni o'zida emas, yangi page ochilyapti bu yerda. Mana shu yerdan ham bilsa bo'ladi. Keyingi tagimiz. Bu taglar haqida gaplashdik. Endi keyingi tag. Keyingi tagimiz bu image. Ya'ni rasm joylash uchun kerak bo'ladigan tag. Image deb yozsak va enterni bosamiz. Bu yerda src ya'ni rasm manzili, viz, mana bu yerda viz ham qo'shamiz. Ya'ni bu rasm o'lchami hisoblanadi. Vizni ham qo'shib qo'yamiz. Alt esa bu rasm chiqmasa o'rniga yoziladigan matn. Ya'ni kursorni etganda rasm chiqmagan taqdirda ham kursorni etganda o'sha yerda shu rasm bor degan yozuv chiqadi. Misol uchun biz biron bir rasm qo'yishimiz kerak. Rasm qo'yishimiz uchun biron bir internetdan olsak, misol uchun copy image link, save image as qilib olamiz. Bizga desktopimiz qilamiz va HTML faylimizni mana shuga save qilamiz. Bu image save bo'ldi. O'chiramiz. Image'imiz save bo'ldi. Mana bu yerda image'imiz tushdi. Endi bu image'ni biz veb saytga chiqarishimiz kerak. Mana bu yerda. Endi image qanday nomlangan bo'lsa, o'shanday nom qo'yamiz. Mana image'imiz oti ham chiqdi. Bosamiz enterni. Bu yerda width beramiz. Width misol uchun 100 beramiz misol uchun. Altga esa bu Windows rasmi deb qo'yamiz. Misol uchun. Refresh beramiz. Bu yerda ya'ni rasmimiz kelib chiqdi. Bu ketma-ket bo'lganligini bizga noqulaylik tug'dirsa, keyingi qatordan yozish uchun burada here degan komandamiz bor. Bu ya'ni ketma-ket kelgan xabarni keyingi qatordan tushirib beradi. Yangi qatordan tushirib beradi. Bitta refresh beramiz. Yangi qatordan tushirib berdi. Keyingi image tag haqida gaplashib oldik. Misol uchun mana vizni o'zgartirishimiz mumkin bu yerda. Bu yerda misol uchun mana 300 qilishimiz mumkin. 300 qilgandan so'ng bitta refresh beramiz va mana bu yerda kelib chiqadi. Xo'sh, mana buni ishlatamiz o'zi. Ishlatsak, mana ishlatamiz. Agar rasm chiqmay qolganda ham shu ishlashi kerak. Keyingisi bu ro'yxatlar haqida gaplashamiz. Ro'yxatlar ichida nimalar kiradi? Ya'ni biz birinchi UL haqida gaplashamiz. UL UL nima? Bu belgili ro'yxat bo'lib, ya'ni unga nuqtali ro'yxat bo'ladi. Ya'ni nuqta xabar, mana keyingi qatordan nuqta xabar shunaqa bo'ladi. Misol uchun UL ni ichida biz il komandasini li komandasini ochib olamiz. Li komandasi nima qiladi deganda, ro'yxat ichidagi har bir element bu li komandasining ichida bo'ladi. Misol uchun biz mevalar haqida yozmoqchi bo'lsak, olma misol uchun yana li ochib, misol uchun shaftoli
mana bu yerda belgimizni qo'yib oldik va buni natijasini ko'rish uchun refresh beramiz va mana bu yerda mana ko'rib turibsizki ul komandasining ichida belgili ro'yxat, ya'ni o'sha nuqtali ro'yxat bo'ladi. Mana bu yerda nuqtalarni ko'rib turibsiz. Nuqtali ro'yxat bu ul. Li bo'lsa ro'yxat ichidagi har bir element. Ana shu ro'yxat ichidagi har bir ana bu elementlar bu li komandasi bilan taxlanyapti. Nuqta esa ul bilan. Keyingi komandamiz bu ol, ya'ni ol. Enter bosamiz. Ol ya'ni nima qiladi? Bu raqamli ro'yxat qiladi. Mana bu yerda ul bu yerda nuqtali ro'yxat qilgan bo'lsa, ol bo'lsa raqamli ro'yxat qiladi. Bu yerda ro'yxatning ichini yozish uchun li ishlatamiz. Ishlatganimizdan so'ng misol uchun birinchi raqam, ikkinchi qatordan ikkinchi raqam, uchinchi qatordan bo'lsa uchinchi raqam deb qo'yamiz. Misol uchun yaratib olgandan so'ng buni natijasini ko'ramiz. Refresh beramiz saytimizga. Mana bu yerda kelib chiqdi. Ya'ni ol raqamli ro'yxatni tashkil qilib berdi. Ana bu raqamlar bu ol tashkil qilib beryapti. Li bo'lsa mana bu ro'yxatni ichiga har bitta elementni o'sha ro'yxat ichiga kirgizib beradi. Keyingi komandamizga o'tsak, keyingi komandamiz bu div, ya'ni blok element. U to'liq kenglikni egallaydi. Ya'ni asosan bo'limlarni ajratish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni sizda bir qancha kodlar sekin kodlar yozishni boshlaymiz va veb-saytlar qurayotganimizda bizga kodlarda adashib ketmaslik uchun yordam beradigan komanda desa ham bo'ladi. Endi div deb ochib olamiz. Div va nuqta. Enter. Tagimiz ochildi va bu yerda bu div ichidagi matn deb qo'yaman. Adashib ketmasligimiz uchun. Chunki biz bu yerda juda ham ko'p kod yozib oldik. Shuning uchun bu yerda qo'yaman. Bu yer, ya'ni keyingi qator bitta qator tashlab beradi bizga. Ya'ni foydali bo'ladi adashib ketmasligimiz uchun. Keyin qiladigan ishimiz biz style berishni ham o'rganib ketamiz. Style berish uchun style deb yozamiz va enter bosamiz. Bu yerda biz misol uchun background, misol uchun video border berishimiz mumkin. Misol uchun men background bermoqchiman. Background enter bosamiz va bu yerda rang tanlaymiz. Rang misol uchun blue, ko'k ya'ni. Keyingisida ya'ni style berdik. Shu divning ichida turgan matnga biz style berdik. Ya'ni ko'rinish, yangi ko'rinish berdik. Buning natijasini ko'ramiz. Mana aytganimizdek, bu blok element, ya'ni berilgan div ichida qanday matn bo'lsa, o'sha qatorni polni bloklab o'sha qatorga rang beradi. Mana bu yerda ko'rib turibsizki, rang berdi. Keyingi qiladigan ishimiz, keyingi komandamiz bu span, ya'ni span bu inline element, ya'ni matn ichida kichik qismlarni ajratish uchun ishlatiladi. Misol uchun span yozamiz va ichiga bu span matn deb yozamiz. Misol uchun matn deb yozamiz va bu yerda ham style berib ketamiz. Style background qizil qilamiz, yashil qilamiz. Green yellow qaysi biri qo'yamiz. Keyingisi buni ham natijasini ko'ramiz. Ya'ni natijasi mana. Ya'ni bu inline element dedik boshida. Inline element ya'ni matn ichida kichik qismlarni ajratish uchun ishlatiladi. Misol uchun biz mana bu so'zni ajratmoqchimiz. Mana
ichidagi so'zni ajratmoqchimiz. Buni spanni ichiga yozsak ham bo'ladi. Mana misol uchun buni o'chiramiz. Span deb yozamiz va ichida bu div ichidagi deb yozamiz. Va background and style background va unga fon beramiz, ya'ni rang beramiz. Bunda blue bergan bo'lsak, yellow qilamiz. Asosan red qilamiz. Red qildik va bu yerda refresh berishimdan oldin ichidagi so'zimiz qizil rangga kiradi. Mana ko'rib turibsizki, qizil rangga kirdi. Bugungi darsimiz ham tugadi. Yani bugungi darsda biz HTML ning eng ko'p ishlatiladigan va eng asosiy taglari bilan tanishdik. Bu taglarsiz bironta ham veb-sayt ishlamaydi. Shuning uchun bugungi dars juda muhim deb o'ylayman. Keyingi darsda biz CSS asoslariga o'tamiz, ya'ni rang berish, font, text style va box model haqida gaplashamiz. Sizga darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.